Farg'ona shaharida bitta uyga kelganman, asfalt sezon boshlandi. Uje mana bahor yaqinlashyapti, ya'ni mana hozir fevral oyi, uje mart uje boshlandi. Hozir arzonligida bosirish kerak. Sezon boshlanidan keyin ulgurmay qolasiz, bir hafta, 2 hafta kutib qolasiz. Hozirgi kvadratini necha bilan bosyapsizlar? 60 mingdan 80 minggacha. 60 mingdan 80 minggacha qalinligiga qarab. Qalinligiga qarab, joyiga Egasidan qarab. hech narsa talab qilinmaydi. Ha, faqat zastikasini olib berishadi. Zastika olib berishadi, ya'ni metr pisoid olib berishadi. Sizlar o'zlaring yayib, trambovka qilib yayasizlar, to'g'rimi? Hozir mana shu yerga necha kvadrat bossizlaring? 140 kvadrat. 140 kvadrat joyda bossizlaring. Hozir bu necha soatda bo'lyapti mana shu narsa? 9 da ish boshlaganmiz. Hozir soat salkam 2 bo'lyapti. 9 dan 2 gacha o'sha bosib bo'lyapsiz. Tugayapti. Mana asfaltdan qani, ichida katta shag'ali yo'q, toshi yo'q. Hammasi mayda, saxchi ko'proq, bexijolat. Mana navbatdagi asfalt to'kilyapti o'sha. Mix asfalt jamoasida. Mix asfalt jamoasi. Xo'p, mana asfalt kelgan. Ko'ryapsizlar? Hozir Farg'ona shahar ichida yurasizlarmi yoki bu joyga boraverasizlarmi? O'zi aslan vodiy bo'ylab, Andijon, Namangan, Farg'ona shahar bo'ylab, keyin kelishilgan holatda Samarqand, Andijon, butun O'zbekiston bo'ylab ham qilib beraveramiz. Yuraverasiz. Yurib asfalt yayaveraverasiz, mana asfalt to'kyapti. Asfalt. Ha, asfaltni ko'ryapsizlar, qanaqa? Svejiy, issiq, ichida bitta ham yirigi yo'q, ko'ryapsizmi? Bexijolat, hali xijolatchiligi bo'lmaydi. Hamma narsasini qilib, yayib, qumigacha sep berib ketishadi. Sizdan faqat zastika olib berasiz. Agar o'tli joy bo'ladigan bo'lsa, paket ham olib kelib berasiz. Ya'ni paket yozishib, ustiga zastikasini sepishib, yayishib, tekizlashib, sizdan bir oz ham savol-javob ham bo'lmaydi. Bir chaynak choy bersangiz, akalarimiz yayishib, cho'tka qilib berib chiqib ketishadi. Mana shu yerda ham 0 ga sizlarni qilib ketishyapti. Polni zastikalari bilan birga ishini bitkazishib ketyapti. Like bosib tarqatib ekran, telefon raqamlari turibdi. Zastika qilishib, asfaltni yayib berishadi. Asfalt mix jamoasi like bosib beramiz.